Hammaga salom. Endi sizlar bilan Yashkinani yana bitta yangicha narsasini ko'rib qoldim. Haqiqatan kundan kunga, haftadan haftaga yangi narsalar chiqyapti va men ham qiziqib olib ko'ryapman. Bu esa yoshligimizdagi iriskalar. Kimning esida bo'lsa, bu shokoladli iriska ekan. Bu sgущенный молокoli iriska ekan. Narxi 7,5 ming so'm atrofida, 7 mingdan 8 minggacha. Lekin grammi ko'rsanglar og'irgina 140 gram ekan. Endi ochib yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bichasini ham ochib oldim. Prям Yashkinaga o'xshab kiyinyapman bugun. Shunaqa buni o'zi olmoqchi emasdim. Singlim oliylik davay yeb ko'ring yangicha deganiga oldim. Shokoladni bu sgущенный молокoli. Bismillahirrohmanirrohim. Gemataganga o'xsharkan. Lekin eskicha iriskalarning vkusi bo'lardi-ku. Prям eski davrdagi iriskalar. O'shunaqa. Agar xolodilnikka solib qo'ymasanglar, men xolodilnikka solmagan emas, bizani yumshoqroq tursin. O'shanda mana bemalol. Qalinligini qaranglar. Mazasi sgущенный молокoli. Haqiqatan mazali, haqiqatan iriskani mazasi. Shokoladligini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Bunaqa narxga menimcha shuncha iriska и mazasi zo'r iriska. Faqat Yashkinada bo'lsa kerak. Chunki menimcha kichkina iriskalar sotilardi yoshligimizda. O'sha iriskani katta versiyasida и juda ham manfaatli narxga. Menga shokoladni ko'proq yoqdi, chem sgущенный молокoliga. Ichida mazasi haqiqatan bu shokolad, bu sgущенный молокoli и yeganingizda yoshlikni eslatib yuboradigan ta'm. Shunaqa qiziqarliroq sizlarga vkuslar yoki bo'lmasam obzorlar kerak bo'lsa, unda albatta menga podpiska tashlab qo'yinglar. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.